Bu videomizda 3D animatsiyadan foydalanib kompyuterni analiz qilamiz. Jarayon anatomiya darsiga o'xshaydi. Faqat odam organlari o'rniga kompyuterning har bir qurilmasini qismlarga ajratamiz. Siz uchun tranzistorlar, qurilmalar va boshqa strukturalarning tasvirini ko'rsatish uchun mikroskopdan foydalanamiz. Videoni yaratish uchun kompyuterning barcha qurilmalarini alohida demontaj qilib, qismlarga ajratib, minglab rasmlar oldik. Rasmlarga asoslangan holda keysdan boshlab kichik rezistorgacha katta diqqat bilan modellashtirdik. Natijada kompyuterning barcha qurilmalarini ko'rib turibsiz. Xuddi kimdir kompyuterni bo'laklab tashlagan jinoyat joyiga o'xshaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar boshlash kerak. Sayohatimizni kompyuterning miyasi bo'lgan markaziy protsessordan boshlaymiz. Yuqorisida umumiy issiqlik taqsimlovchi qopqoq, pastroqda metall korpus ichida texnik jihatdan kristal deb nomlanuvchi integral sxema. Kristal texnik plataga o'rnatilgan bo'ladi. Texnik plata 1200 ta ulanish maydonchalariga ega. Ona plata maxsus oyoqchalar orqali ulanish maydoni bilan bog'lanadi. Kristal, ya'ni integral sxema, bir necha turli bo'limlardan iborat. Ularning eng taniqlisi 10 ta yadro. Aynan yadro programma va instruksiyalarni ishga tushiradi. Har bir yadro murakkab tizim. Shuning uchun yadro turli funksional bo'limlarini ko'rsatib beruvchi diagramma taqdim qilamiz. Diagrammada o'nlab murakkab bo'lgan tizim elementlarini ko'rishingiz mumkin. Kelajakda bu bo'limning barchasi qanaqa ishlashi haqida alohida video kutib qoling. Keling, integral sxema tranzistorlarini ko'rish uchun tasvirni kattalashtiramiz. Bu tranzistorlar juda ham kichik, bir necha nanometr xolos. Bu kristalda tranzistorlar soni 8-10 milliard. Tranzistorlar bir necha qatlam qilib joylashtirilgan. Qatlamlar orasida vertikal o'tish teshiklari mavjud. Birgalikda tranzistorlar ko'p qatlamli labirint yoki shassega o'xshash struktura tashkil qiladi. Natijada har soniya milliardlab operatsiyalarni bajara oladigan kompyuter hosil bo'ladi. Har bir yadro yonida umumiy L3 kesh va halqali ulanish magistrali joylashgan. O'ng burchakda vstroyniy grafik protsessor. U kam quvvatli va yordamchi GPU bo'lib xizmat qiladi. Chap yuqori burchakda tezkor xotiraga ma'lumot yuboruvchi va qabul qiluvchi xotira kontroller. Xotira kontroller ostida tizim agenti, kirish-chiqish platformasi. Ona plata chipseti va kompyuterning boshqa ko'plab qurilmalari bilan aloqani ta'minlaydi. Protsessor bilan tanishdik. Endi ona plataga o'tamiz. Ushbu ona plata minglab aloqa kanallari va mikrochiplar, komponentlar, soket, portlar, slotlar, ulagichlar va sovush radiatorlari. Platadagi eng muhim va qimmat qurilmasi mikrosxemalar to'plami bo'lgan chipset. Chipset radiator ostida joylashgan va markaziy protsessor tizim agenti bilan to'g'ridan-to'g'ri ulangan. Markaziy protsessor va chipset kompyuter qolgan qurilmalari bilan bog'lanish sxemasi diagrammasi. Diagrammada ko'rinib turibdi. Markaziy protsessor DRAM, bir yoki ikkita displey, GPU va bir necha M2 SSD ga ulanishi mumkin. Chipset qolgan barcha narsalarni boshqaradi. Wi-Fi yoki Ethernet orqali uzatilayotgan ma'lumotlar, SATA ulagichlar orqali ulangan doimiy xotira qurilmalari bilan ma'lumot almashish. Ba'zi PCI slotlar, sichqoncha, klaviatura, boshqa USB qurilmalar, dinamikalarga ovoz uzatish va mikrofondan qabul qilish. Bir narsani aytib o'tishimiz kerak, 65 yil davomida kompyuter doimiy rivojlangan. Shu sababdan biz ko'rsatayotgan kompyuter qismlarini zamonaviy kompyuterga misol sifatida qarash kerak. Sayohatimizda davom etib, plata razumlarini ko'rib chiqib kuchlanishni boshqarish modulini yoki boshqacha qilib aytganda VRM ga e'tibor qilamiz. VRM markaziy protsessor yonida joylashgan. Bu komponentda markaziy protsessor uchun quvvat manbaidan kelayotgan kuchlanishni
1,3 voltgacha tushirib beradi. VRM foydali ish koeffitsiyenti 80-90% va undan katta quvvatli tok oqib o'tadi. Shuning uchun VRM ni sovutish uchun maxsus radiatorlar o'rnatilgan. Quvvatlanish haqida gap boshlanganda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Markaziy protsessor quvvat sarfi 16 ta LED lampaga teng. Ya'ni ish jarayonida kullerga uzatiladigan ko'p miqdorda issiqlik hosil qiladi. Aynan shu kullerga kelsak, nasos yordamida suyuqlikni sirkulyar tarzda aylantiradi. Nasosdan suyuqlik maxsus trubkalar orqali radiator kanallari orqali ingichka metal qovurg'alarga issiqlik uzatadi. Radiator qovurg'alaridagi issiq ventilyatorlar hosil qilingan havo oqimiga uzatiladi. Sovigan suv esa qaytib nasosga boradi. Nasos doimiy tok dvigateldir. U pechat plata, boshqaruv mikrochipi, stator, o'rtada germetik to'siq, magnit rotordan tashkil topgan. Rotor va stator orasida mexanik ulanish mavjud emasligi sovutish tizimining suyuqligini oqib ketmasligini oldini oladi. Endi quvvat manbasini o'rganamiz. Bu yerda asosiy transformator kuchlanishni pasaytirib beradi. Birlamchi manbadagi yuqori kuchlanish va kompyuter tomonidagi ikkilamchi manbadagi past kuchlanishni izolyatsiyalaydi. Ekranda boshqaruv platasini ko'rib turibsiz. U chiquvchi kuchlanish barqarorligini ta'minlaydi. Birlamchi kuchlanish tomonidagi tranzistorga sozlash buyruqlarini optoizolyatsiyalar orqali yuboradi. Kirish va chiqish kuchlanishlarini boshqaruvchi yana o'nlab yordamchi komponentlar mavjud. Ulardan chiqqan tok kuchlanish darajasiga qarab turli qurilmalarga yo'naltiriladi. Misol uchun SSD, HDD, SATA interfeysi orqali 5-10 watt tok iste'mol qilsa, GPU 6+2 pin ulagichlar orqali yuzlab watt tok iste'mol qilishi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Lutfullo. Siz Neo Techno Store kanalidasiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham foydali bo'layotgan bo'lsa, videolarga like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Rahmat. GPU videokartani ham kompyuter miyasi. Bu aniq analogiya bo'lmasa-da, umumiy holda to'g'ri. Videokartani ochib qarasak, birinchi bo'lib maxsus platani ko'ramiz. Plata markazida grafik protsessor joylashgan. Protsessor atrofida VRM xotira. Chetroqda esa GPU ning VRM tizimini ko'rishingiz mumkin. Mikrosxemalar ustida radiator va ventilyatordan tashkil topgan sovutish tizimi o'rnatilgan. Ort tomonda HDMI va display portlari, yonda PCI interfeysi, ikkinchi tarafda quvvat manbai ulanish portlari. Videokarta integral sxemasiga e'tibor qilamiz. Markaziy protsessor kabi GPU ham minglab maxsus maydonchalar orqali plataga ulangan. Qobiqni ochib, GPU kristallini ko'ramiz. GPU kristal tashkil topgan tranzistorlar soni 11,8 milliardga yaqin. Tranzistorlar o'z o'rnida 6 ta klasterga birlashtirilgan. Umumiy holda 28 ta multiprotsessor. Multiprotsessor 128 ta yadrodan tashkil topadi. Umumiy 3584 yadro. Har bir yadroda arifmetik amallar va yuqori aniqlikdagi amallar bajaruvchi bo'limlar, navbatni boshqarish va natijalarni yig'ish bo'limlari mavjud. Buning barchasi markaziy protsessorga qaraganda ancha soddaroq tuzilgan. Kristal yadrolardan tashqari L2 daraja umumiy kesh xotira, video xotira bilan aloqani ta'minlovchi xotira boshqaruv elementlari, ular kristal chekka qismlarida joylashgan. Albatta markaziy protsessor bilan muloqot ta'minlovchi PCI interfeysi. Masshtabni kattalashtirsak, markaziy protsessorda ko'rganimizga o'xshash tizimni ko'ramiz. Tranzistorlar va bir necha metall o'tkazgichlardan tashkil topgan labirint. Bunday murakkab strukturalar yarim o'tkazgich fabrikalarida ishlab chiqariladi. Bir dona zamonaviy yarim o'tkazgichlar zavodini qurish uchun milliardlab AQSh dollarlar sarflanadi. Bu mavzuga qiziqsangiz kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarimizni kutib qoling. CPU va GPU umumiy holda bir-biriga o'xshab ketadi. Ularning farqi videokarta protsessori minglab nisbatan oddiy bo'lgan yadrolardan. Markaziy protsessor esa murakkab vazifalarni bajaruvchi 10 ta murakkab tuzilgan yadrodan tashkil topgan. Bundan tashqari, markaziy protsessor dastur kodining bajarilishini optimallashtiruvchi bashorat modullari va maxsus ko'rsatmalarni bajarish konveyerlariga ega. GPU imkoniyatlariga misol 16 million pikseldan tashkil topgan tasvirni olamiz. Har bir piksel RGB qiymatlariga ega.
Tasvirni yorqinroq qilish uchun RGB qiymatlari har biriga 20 qiymat qo'shilib chiqish. Markaziy protsessor 10 yadroga ega va bir vaqtda 10 ko'rsatmani bajara oladi. GPU esa minglab yadrolarga ega va bir vaqtda minglab ko'rinish operatsiyalarini bajara oladi. Videokarta qismlarini o'rniga qaytarib, xotira qurilmalariga o'tamiz. Operativ xotira, SSD va HDD. Bu videoda operativ xotira va SSD haqida to'liq ma'lumot berilmagan. Bu qurilmalar haqida alohida videolarimizni kutib qoling. Qisqa qilib aytganda, xotira kanallari orqali markaziy protsessor operativ xotira bilan to'g'ridan-to'g'ri juda katta tezlikda ma'lumot almashadi. Bu 8 ta DRAM ichiga integral sxema joylashgan. Sxemalar har biri 32 xotira ombordan tuzilgan. Xotira omborlari eniga 8192 ta, uzunligi 65536 qatorni tashkil qiladi. DRAM ma'lumotlarni 1T, 1S deb nomlanuvchi kondensator va tranzistorlardan tashkil topgan yacheykalarda saqlaydi. Ular ikki o'lchamli massiv ko'rinishiga ega. Ma'lumotlarni o'qish uchun nanosekund yetarli. Ammo bu 8 ta xotira banki ichida faqatgina 16 GB ma'lumot saqlash mumkin. DRAM ishlashi haqida alohida 35 daqiqalik video bor. SSD ga o'tadigan bo'lsak, ular ma'lumotlarni 3D Nano deb nomlanuvchi 3 o'lchamli massivda saqlaydi. Massiv balandligi 100 dan 200 gacha, eniga 32 dan 64 ming ustun, uzunligi 32 dan 64 ming qatorgacha bo'lishi mumkin. Bu SSD chip ichida 3D nano chiplar massivi bo'lib, ular ustma-ust joylashadi. Natijada bitta SSD chip terabaytlab ma'lumot saqlashi mumkin. Ammo o'qish va yozish operatsiyalari 50 mikrosekundga yaqin vaqt talab qiladi. Bu tezliklar DRAMdan 3000 marta sekinroq. SSD ning xotira yacheykasini yaqinlashtirsak, zaryad tuzog'ini ko'ramiz. Elektr tuzoq zaryad darajasiga qarab 3 bitgacha ma'lumot saqlay oladi. NVMe va SATA SSD larga e'tibor qilsak, ikkalasi ham bir nechta 3D nano xotira mikrosxemalariga ega. Buferlash va solishtirish jadvalini saqlash uchun DRAM xotira chipi va kontroller mikrosxemasi. Bu HDD, u shpentilli dvigatelga ulangan. Dvigatel diskni katta tezlikda aylantiradi. O'qish yozish golovka ignachasi 500 ming o'qish yo'lakchalari orasida tez harakatlanib, kerakli ma'lumotlar joylashgan yo'lakchaga murojaat qiladi. O'qish yozish ignasini kattalashtirsak, yozish ignasi kichik qatlamda lokallashtirilgan magnit domenlarning yo'nalishini o'zgartiradi. O'qish ignasi esa domenlarning magnit yo'nalishini sezuvchi sensor. HDD hattoki oddiy SATA SSD dan ham sekinroq ishlaydi. Ma'lumotlarga ruxsat olish uchun bir necha millisekund talab qilinadi. Buning oqibatida o'qish yozish tezligi sekinlashib ketadi. Shunday qilib kompyuterning barcha ichki qurilmalari bilan tanishdik. Videoni